Assalomu alaykum hammaga. Xudo xolasa mamlaqa mandarin ortganmiz. Helsinki, Finlandiyaga qarab ketyapmiz deganlar. Portda Ispaniyadan ortilgan. Mangacha persepga bo'lib keldi. Men oxirgi voditelь, 4-chi yo 5-chi voditelь. O'sha bo'lib Vikrusga qaraman. Xudo xolasa. Eng qizig'ini ko'rsataymi sizlarga? Eng qizig'i pritsep Perigrus. Bunaqa vaziyatda kompaniyani xabardor qilib qo'yish kerak va muammo bo'ladigan bo'lsa kompaniya o'z zimmasiga olishi shart. Paromga ham haydab kirdik. Paromda mana bunaqa sim beriladi. Bu simni xolodilnikka ulab qo'yish kerak. Xolodilnik motori ishdan to'xtaydi va tok bilan ishlashni boshlaydi. Kema tokidan ishlaydi xullas. Mashinani joyladik va sekin tepaga qarab chiqdik. Tepadagi manzarani qaranglar qanaqa chiroyli. Bu Tallin shahri. Qarochi shunaqa mazza qilib kachelovchi manzarani tomosha qilib ketdim. 3 soatlik yo'l, 3 soat suzamiz. Xullas tong yotdi, biz suzishda davom etamiz. Men esa krishada tomosha qilib ketyapman. Qaranglar, kemani yuqorisida mana shunaqa joy bor, oynali joy. Qaranglar, odam chiqishga ham qo'rqadi. Mabodo bu oyna sinadigan bo'lsa, primoy akulani og'ziga tushasizlar jigarlar. Ehtiyot bo'lish shart. Xullas 3 soatlik suzishlardan keyin men Helsinki shahriga kelib tushdim va lekin Vigrusga qiladigan joyga haydadim. Aytgancha eslatib qo'yishim shart jigarlar. Podpiska, like, kommentariy bosib qo'yinglar. Bu meni vloglarimni davom etish uchun katta yordam beradi. Oramizda Yevropada ishlaydiganlar uchun qiziqarli ma'lumot. Agar siz Finlandiyaga kelsangiz, Finlandiyada yo'l to'lovi yo'q ekan jigarlar. Yevropa davlatlarida yo'l to'lovi bo'lmagan yagona davlat deb o'ylayman. Xullas, apelsinlarimni tushirdim va ertasi kuni boshqa yuk ortishga ketdim. Hello jigarlar. Ertalab soat 4. Men esa suxoy salfetka ortibman. Mana shu apparatcha bilan. Yevropada mazza qilib yuribsanmi deganlar bu videoni ko'rish kerak. Men Yevropada mazza qilib yurganim yo'q jigarlar. Eshakdek ishlayapman. Shunaqa, xullas 33 ta paletni amallab yuklab oldim. Soat 9 bo'libdi. Yuklab oldim. Voy, charchab ketdim. Ayollar pampersi. Вообще плохо. Voilà. Endi yapamiz. Mana buni ko'taramiz endi jigarlar. Tak. Qaysi endi? Quribsizlar. Joyga tushadimi? Joyga tushadi. Biz esa shtangalar qo'yamiz. Litvaga qarab surayo. Shuni gaplar jigarlar. Xullas yukumni yuklagandan keyin sayr qilishga qaror qildim jigarlar. Temir yo'l vokzaliga keldim va shaharga ketishga qaror qildim. 3 yevroga 60 sentga bilet oldim va Nokia shahridan Tampere shahriga qarab yurdim jigarlar. Jigarlar, xullas ana shuga ketamiz mana. Tampere degan joyga soat 11 da kelayotgan. Shunaqa gaplar. Mana avtovokzalda biz. Do'stlar, xullas Nokia shahridaman, Finlandiyaning Nokia shahrida. Aynan siz bilgan o'sha vaqtida ishlatgan Nokia telefonlari asos solingan joy mana shu yer bo'ladi. Mana shu yerda o'ylab topilgan va Helsinkiga ko'chgan. Bu videoni davomida men Nokia haqida ma'lumotlar berib boraman, kuzatinglar. O'zi unchalik katta bo'lmagan kichkina Nokia shahri Helsinkidan atigi 200 kilometr uzoqda. Xullas, siz bilgan, biz bilgan o'sha mashhur Nokia telefonlariga aynan shu yerda asos solingan. Ular ixtiro qilgan telefonlari bilan butun dunyoni qamrab olgan jigarlar. Bu kompaniyaning eng katta xatosi sifatga emas, songa e'tibor berganlari. Juda ham ko'p Nokia telefonlar ishlab chiqarishgan va butun dunyoga yetkazib berishgan, lekin afsuski sensor
protsessorli telefonlar chiqib boshlanganda, bular hali ham knopchli telefonlar ishlab chiqarishgan. Va 2011-yilda deyarli bankrot bo'lishadi va 2014-yilda telefon bo'limini Microsoft kompaniyasiga sotishadi. Ayni damda Nokia kompaniyasi Helsinki, ya'ni poytaxtga ko'chishgan. Nokianing hozirgi missiyasi esa 5G infratuzilmasi, AI, intellektual mulk biznesi, ya'ni patentlar, litsenziyalar, avtorskiy prava degan narsalar, shunga o'xshagan itagdali. Xullas shunaqa poyezdda почти bir o'zim go'zal tabiatchani ko'rib, Lyoxki shahriga yetib oldim. Jigarlar, endi menda savol tug'iladi-da, qaranglar. Suvni yoqasidan, prям suvni yoqasidan qanday qilib bular inshoot qurgan? Qanchalik to'g'ri, nima deb o'ylaysizlar? Ma'lumot o'rnida shuni aytamanki, Finlandiya ta'lim bo'yicha dunyoda yetakchilardan bittasi. Xullas, bularning ta'limi eng zo'ri. Nimagadir ishonib qurishgan. Venetsiya ham shunaqa deyishadi. Men o'zim hali bormaganman. Borsam albatta ko'rsataman sizlarga. Qayerda prям suv yoqasida bizdani katta suv. Shunaqa. Lekin Finlandiya mehrim baribir boshqacha davlat. Menga yoqadi. Xullas shunaqa gaplar jigarlar. Zeriktirib qo'ymadim degan umiddaman. Eslatib qo'yaman aytgancha. Like, podpiska обязательно bo'lsin jigarlar. Videolarimni 90% ko'rayotganlar podpiska bosmasdan ko'ribsizlar. Iltimos, podpiska bosinglar. Sizlardan hech narsa ketmaydi. Bu chetda turgan bilasizlarmi nima? Pojarniy suv berayotgan yozib qo'yibdi. 10 bar suv napor bilan keladi. Agar mabodo pajarib qolsa, pajarning ishidan suv oladi xullas. Jigarlar. Xullas, yo'l aka, mamlakat bobommi davridagi poyezni ko'rib qoldim. Qaranglar, qanaqa saqlab qolishgan ekan, qoyil. Va shu yaqin orada muzey bor ekan, muzeyga kirishga qaror qildim jigarlar. Xullas, kinoteatr, muzey, shunaqa joyga keldim. Qaranglar, qanaqa kinolar bor ekan. E'tiborim tortgani mana bu. Bilasizlarmi qanaqa teatr bu? Uyotsiz teatr qiladi ko'zlaringiz oldida. Mana Segadan ham oldin mana shu o'yinlar chiqqan. Bu kaseta mana, kaseta. Bunisi jostki diskmi, shunaqa edi. Bizdan kichkinalar bu narsa nimaligini bilmaydi. Mario o'yinini o'ynaganlar bormi, jigarlar? Mana Mario. Biz ko'p o'ynaydik. Sony, Sega shoxlarda mana ko'p o'ynaydik biz. Xullas, muzeyda yoshlikni eslatadigan ko'p narsalarni uchratdim. Sony, Sega, Dendy, Tetris va shunga o'xshagan ko'p nostalgiya. Uçuk etki mi olsun? Yok haydi olmasa ham hayotda zo'r aydaman. Ushbu chanqolib mana buni yozib, "Bizdes bili" deb yozib qoldirib ketaymi? Qaranglar, qanaqa joydaman. Dengiz tagidan mana shunaqa narsalar chiqarib, chiroyli qilib taxlab qo'yganlar. Mana. Va muzeyni juda uzoq aylandim, noyob toshlarni ko'rdim. Eng qiziqarlisi mana shu meteoritlar, ya'ni osmondan kelib tushgan toshlarni ko'rdim. Haqiqatan ham noyob toshlar, ko'rib ko'zim quvondi. Xullas, Finlandiya muzeyida albatta o'rmon tasvirlangan bo'ladi, chunki Finlandiyaning 70-80% o'rmonlar tashkil qiladi va 20% esa ko'llardan iborat jigarlar. Odam suyagi, eng qizig'i Red Bull qaranglar.
Bu Red Bull reklama gelgan biri. Mana o'sha bug'u jigarlar. Oh my god. Ishlab olmasin deb oyna qilib qo'yganlar. Izohlarda yozib keting, bu nimani suyaklari? Dinozavrnikimi? Это же fantastika. Ichkarida mana gologrammalar ko'rsatib turibdi. Ishchilar ishlayotganini. Ha, ikkita qo'chqor urush qilibdi. Yo, otasi bolasini uribdi. Qoyil qolmasdan iloji. Mavzuga kerak yuqorida desam, mavzuga bu muzeyda ekan-ku bu. Baliqchi akamiz baliq ushlabdilar. Sharsharacha. Hamma o'zi bilan o'zi. Qora o'yini qaranglar, qora o'yin. Qaranglar, shu ko'cha Sentralniy ko'cha. Nevskiga o'xshamadimi? Shu ko'cha. Yo, o'xshadi. Sankt-Peterburg bilan 200-300 kilometr uzoqlikdagi shahar Tempere. Sal-pal o'xshab ketadi. Menimcha. Xullas shaharni aylandim, McDonald'sga kirib obed qilib oldim. Shahar aylanib charchadim va sekin telefon magazinga kirishga qaror qildim. Xullas Finlandiyada telefon narxlari unchalik qimmat emas. Va chiroyli shaharni ko'rib, baland binolarni ko'rib, sekin avtovokzalga bordim. Tampere shahrini tark etdim. Avtovokzaldan yana bilet oldim va sekin poyezdga chiqib Nokia shahriga yurdim jigarlar. 15 daqiqalik yo'l va 2 ta ostanovka. Xullas shunaqa gaplar. One day later. O'g'la, Finlandiyada qor. Qor Finlandiyada qor. Onnasi nemsin. Shunaqa sovuq. Mayda taylobdi. Strashniy jigarlar. O'g'la, shida bitta drift qilamizmi, drift? Driftchi qilamizmi, o'g'la? Qorda. Hey shahar sayr furada, ba'zida suzamiz kemada. Nima gap so'z bo'lsa ko'chada, barcha furachilar temada. Hey shahar sayr furada, ba'zida suzamiz kemada. Nima gap so'z bo'lsa ko'chada, barcha furachilar temada. Xullas Finlandiya poytaxti Helsinkidan paromga chiqdim va Estoniya poytaxti Tallinga qarab yurdim. Ya'ni to'g'rirog'i suzdim paromda jigarlar. Atmosfera esa prosta top. Xullas jigarlar, Tallinga kelib oldim. Ana shu parom bilan keldim. Hozirgina joylashib oldim. Tallindaman, Estoniya Tallin. Xo'p, 10-vlogimizni shu yerda to'xtatamiz. Hammaga rahmat. Oxirigacha kuzatganlaringiz uchun rahmat. Ko'rishganda ko'rishguncha jigarlarim.